O'zbekistonda nogiron bolalarga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar 2030-yilgacha soliqlardan ozod etiladi. Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Eng so'nggi yangiliklar tafsilotlari orqali sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turibmiz. O'zbekistonda nogiron bolalarga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar 2030-yilgacha soliqlardan ozod etiladi. O'zbekistonda nogiron bolalarga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlar soliqlardan ozod etilishi belgilandi. Bu haqda Prezident rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogiron farzandini kunduzgi parvarish xizmatiga bergan ota-onalar uchun ushbu xizmatga har oyda to'lanadigan 3 million so'mgacha bo'lgan mablag' daromad solig'idan chegiriladi. Davlat xususiy sheriklik asosida nogiron bolalarga kunduzgi parvarish xizmatini ko'rsatayotgan tadbirkorlarni esa 2030-yilgacha soliqlardan ozod qilishi ko'zda tutilmoqda. Bugungi kunda bunday xizmatlar 396 ta tadbirkor tomonidan yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular 4400 dan ortiq nogironligi bo'lgan bolaga xizmat ko'rsatmoqda. Yig'ilishda shahar yo'lovchilar transportidan bepul foydalanish huquqiga ega toifalarni kengaytirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Jumladan, birinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslar va ularga hamrohlik qiluvchi bir nafar shaxsga, shuningdek, 1941 va 1945-yillardagi urush nogironlariga tenglashtirilgan shaxslarga mazkur huquqni tatbiq etish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari 1-iyunga qadar rivojlanishida nuqsonlar aniqlangan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ilk bor erta aralashuv xizmati joriy etilishi ma'lum qilindi. Xizmat doirasida maxsus pedagoglar va davolovchi jismoniy tarbiya mutaxassislari ishtirokida bolalarga korreksion pedagogik yordam, nutq va jismoniy rivojlantirish mashg'ulotlari ko'rsatiladi. Shuningdek, yig'ilishda bolalar huquqlarini himoya qilish va voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlikning ayrim shakllariga qarshi kurashish sohasida ham qonunchilikni kuchaytirish masalasi ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, internet va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali 16 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar sodir etganlik uchun jazoni kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Eng so'nggi yangiliklar va eng foydali ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling.